Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning xohishi bilan darsimizni davom qilamiz. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Hurmatli qarindoshlar, oldingi darslarda men har bir harfni va ularning harakatlarini ayrim qilib yozib ko'rsatib bergandim. Bugungi darsimizdan boshlab biz birdan so'zlarni o'qib ma'nogan bo'lamiz. Qiyin bo'lgan so'zlarni shunga o'xshash qilib yana yozib berman. Bugun biz ikki turli harfga berilgan misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Birinchisi sin harfi, ikkinchisi fa harfi. Birinchi sin harfidan boshlab o'qiymiz. Bas, sam, sir, sin, sil, safar, saqar, sabaq, salaf, samak, faras, maslak, مسكن مسلم مصرف سمسم أسلم يسلم. Bu misolni yozib ko'rsatib beray. Birinchi alif harfi kasra bilan yozilgan. I, sin harfi sukun bilan, s, ta harfi fatha bilan, ta, yay harfi sukun bilan, y, sin harfi fatha bilan, sa, ro harfi fatha bilan, ro. Bu istaysaro bo'lib o'qildi. Istaysaro. Keyingi misol yay harfi fatha bilan, ya, sin harfi sukun bilan, s, ta harfi fatha bilan, ta, yay harfi sukun bilan, ya, sin harfi kasra bilan, si, ro harfi damma bilan, ru. Bu yastaysiru bo'lib o'qildi. Yastaysiru. Endi fa harfiga berilgan misollarni o'qiymiz. Bath, fib, fam, fin, famar, faman, thawru, thawbu, thaybu, mithlu, مثل مثل كوثر أكثر يكثر أثبت يثبت. Endi bu misollarni yozib ko'rsatib beray. Birinchi alif harfi kasra bilan i, sin harfi sukun bilan s, ta harfi fatha bilan ta, kaf harfi sukun bilan k, fa harfi fatha bilan fa, bu saqov uchun ustini sizib qo'ydim, va ro harfi fatha bilan ro. Bu istak tharo bo'lib o'qildi. Istak tharo. Keyingi misol yay harfi fatha bilan ya, sin harfi sukun bilan s, ta harfi fatha bilan ta, kaf harfi sukun bilan k, fa harfi kasra bilan fi, ro harfi damma bilan ru. Bu yastakfiru bo'lib o'qildi. Yastakfiru. Keyingi misol alif harfi kasra bilan i, sin harfi sukun bilan s, ta harfi fatha bilan ta, fa harfi sukun bilan t, qof harfi fatha bilan qo, lam harfi fatha bilan la. Bu istathqala bo'lib o'qildi. Istathqala. Birinchi sin, undan keyin mayda fa. Keyingi misol yay harfi fatha bilan ya, sin harfi sukun bilan s, ta harfi fatha bilan ta, fa harfi sukun bilan f, qof harfi kasra bilan qo'y, lam harfi damma bilan lu. Bu yastathqilu bo'lib o'qildi. Yastathqilu. Birinchi sin sukun bilan o'qildi, keyin fa harfi sukun bilan o'qildi. Bu ikkisini o'qiganda diqqat qilib, har bir harfning o'zidan chiqadigan o'rnidan aytsak shu chaqda durust bo'ldi. Mana shunday darsimiz oyoqlashdi. Alloh taolo xolsa, keyingi darsimizda boshqa misollarni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Alloh taolo hammamizga foydali ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.